Shuniki bilan yaxshi kayfiyat bilan boshlaymiz va Tursun aka haqidagi xotiralar. Marhamat. Tursun hoji bilan 68-yil tanishganmiz. Yosh polvonmiz. U ham polvon, men ham polvon. Ikkovimiz bitta ustozni shogirdimiz. Biz ustozimiz marhum shu birinchi bo'lib O'rta Osiyoda shu tosh ko'tarishni dor ostiga olib chiqqan, dorvozlarda tayda o'ynaydigan qilib marhum Lochin polvon bo'lganlar. Shu kishi bizga ustoz bo'lgan. Bir yil endi mana sezon davrlarida, qishlarda yozda billalashib yurib, tirikchilik qilib, keyin hammamiz ham taqdir qismatimiz har xil bo'lib ketdi. Men o'zim alohida guruh qilib chiqib ketdim. Tursun hoji o'zi alohida guruh qildi, o'zini bolalari bilan. Nancha yil birga hamkorlikda ishladik. Bitta rayonda, bitta madaniyat boshqarmasida ishlaganmiz. Tursun hoji xushchaqchaq odam bo'lgan. Ertaga yo askiya qilib bir narsa qilib gapiradi yoki bir tarixni gapirib beradi. Endi qiziqarli yigit bo'lganda suhbati ham nima deydi? Yaxshi ham suhbat. Yaxshi ham suhbatda ham o'rni borda. Bir inson bilan o'tirsa, qovog'ini ochiltirib o'tirsa, gaplashgiz ham kelmaydi. Bu bilan gaplashsak, qancha gaplashsak, shuncha odam bir o'ziga nima deydi, rohat oladi. Xullas Tursun hoji samimiy inson bo'lgan. Odamgarchiligi, oqibati, просто insongarchiligi. Mana hech qachon o'zidan pastroq odam bo'lsa, ya'ni shu sohada, polvonlik sohasida uni oyoq osti qilmagan. Uni qo'llab-quvvatlashga, yordam berishga harakat qilgan. Tursun hojining guladigan oilalari bor. Gulchehravon otlari. Bu kishi Tursun hoji bilan hamkorlikda oila qurib yashashib, birgalikda ish faoliyati olib borishganda Gulchehravon ham ayollarning ichida birinchi otilib chiqqan. Shu illyuziya fokus o'yinlarini Tursun hoji orqali o'rganganda. Bolalari bor, o'g'illari, hammalari yaxshi, yo'slik bolalar. Bundan tashqari endi Go'len ham birgalikda farzandlari bor. Endi ko'p sohani birga o'tkazdik-da. Yoshligimiz mana endi hozir 76 ga kirdik. Ming afsus o'tib ketib qoldi. Bevaqt o'tdi. Mana shuni yaxshi kunlarda ko'rsa bo'lardi. Akajoningiz 76 ga kirganga o'xshamaysiz. Sizga 50 yosh beramiz. Men 50 yoshga o'xshaysiz. 50. Yo'q, rahmat, rahmat. Qanday bir esda qolarli xotiralar bo'lgan Tursun aka bilan? Ko'p ishlarimiz bo'layotgan, birgalikda mana shunday holat bo'lganki, sen zo'rmanmi, men zo'rmanmi deb ikkovimiz kurashgan vaqtimiz ham bo'lgan. U endi menga nisbatan yaxshi baquvvat bo'lgan-ku. Ko'p endi yaxshi kunlarimiz ham bo'ldi. Ular g'olib bo'larmidi kurashganda? Kurashganmizdami? Endi u katta odam, u bir parcha dumbular solardi. Endi har kim o'z sohasiga usta. Men endi qatmaman, toshni yaxshi o'ynayman. Tursun ham yaxshi. O'zim go'ldasiga qaraganda ancha-muncha polvon bunaqa o'yinlarda o'ynamasin-da. Birovni ko'nglini og'ritmas edi. Ochiq ko'ngil. Biz shu yoshga kirib hali birovdan mana Tursun hoji bizga bundaqa yomonlik qildi, bundaqa bir bizga nisbatan bema'ni ish qildi degan narsalarni eshitgan emasmiz-da. Oxirgi kunlariga doğru o'g'illar ham esli bolalar. Oxirgi kunga doğru ham bildirishmaganda. Tezroq o'tib ketaylik, iltimos. Syomka bo'lyapti. Endi mana o'sha birga yurgansiz, endi do'st bo'lgansiz, birga
qishlog'iga borgansiz, birga o'tirgansiz, turgansiz. O'sha ulardagi insoniylik hislatlari qanaqa edi, ibrat qilib ko'rsatadigan odamlarga? inson sifatida aytyapman, u odamgarchilik yaxshi bo'lgan, birovga yordam bergan. Birovga yordam bergan, bu qarab turmas edi. Qo'ldan kelgancha birovga yordamini berib, yo bo'lmasam polvon, dorvozlar noo'rin chiqilayotgan bo'lsa, shularga sen bo'lmading degan gap gapirmasdi. Yaxshi o'g'lim, sandan zo'r chiqardi, qo'la tayyorgarligingni ko'r derdida. Endi unga nisbatan men sal tezroqman. Men tezmanda reski. Va sen bo'lmaydimi? Sen bo'lmaysan, xafa bo'lma, tayyorgarligingni ko'r deyman, tamom. U unaqa gapirmasdi. U uni ko'ynini olardi, ko'ynini olib, xudo yaxshi bo'ladi. Mana qarab boshlabsan-ku, eng asosiy boshlagan eng yaxshi bo'ladi derdi. Birovni ko'ynini ortmas edi. Ammo men hali mana shu yoshga kirib, 6-ga kirgan bo'lsam, bironta odamning shu Tursunali hojiga shunaqa yigit degan gapni eshitgan emasman. Yomon gap eshitmagan. Yo'q. Umuman bu sohada Xudo rahmat qilsin deb yaxshi odamlar tez ketib qolar ekanda. Yaxshi odamlar tez ketib qolar ekan. Gulchoromning yonida yurib, bu ancha o'zgarishlar bo'ldi. Hayotida o'zgarishlar bo'ldi. Oilasida o'zgarishlar bo'ldi. Endi odamzod shunaqada yor dunyoga kelgandan keyin yaxshi tomonni ham, yomon tomonni ham ko'radi. Lekin Xudoga shukr, mana aytayapman yana qaytarib, hali bironta odamdan shu inson noto'g'ri edi, yaxshi basida degan gapni eshitgan emasmiz. Chunki birga urushib ketaverardik. Biz sog'lom raqibda bo'lganmizda, sog'lom raqib, u o'zini guruhi bor, meni o'zimni guruhim bor. Guruhda orqasidan bir-birimizdan aytishib ham qolaverardik. Lekin ertasiga yana borib, ko'rishib, gaplashib, hech narsa ko'rmagandek bir-birimizni kechirib, hayot kechirganmiz. Endi Xudo rahmat qilsin. Mana Akajon aka, Tursunoy akani farzandlarini bilasiz, nevaralarini bilasiz, chevaralarini ham bilasiz. Ularning hislatlari qaysi farzandiga o'tgan? Farzandlarmi? Hammasi o'zini yo'ldan ketdi. Mana katta o'g'illari Ravshanbek. Bularni işte bir Davronbek degani bor edi, Tursunali hojida yaxshi ko'rardi shu o'g'lini. Shavkatjon. Hammasi yoshlik bolalar, otasini yo'ldan ketyapti mana. Kimki otani yo'ldan ketsa, kamol topadi, rivoj topadi, baraka topadi. Lekin otani unutganlar nima bo'ladi? Oxirxo'rlik bo'ladi. Afsuski, hozirgi davrda bir nozik davrda yashayapti. Mana hozir otasini qilayotgan ijodini, otasini qilayotgan harakatlarini Ravshan hoji yana sekin tikkaladi. Bu respublikada tarqab ketdi bu narsa. Tarqab ketgan. Mana hozir ko'ryapsiz, 58 ta guruh o'ynayapti. 58 ta guruhdan 15 tasi yaxshi chiqsa chiqadi. Qolganini ko'ryapmiz o'zimiz ham. Lekin shunday bo'lsa ham, o'shalardan ko'nglini ortmayapti. Yo, yaxshi deyapti, Xudo xohlasa yaxshi bo'ladi. Sizlar ham o'yin davom ettiringlar degan mavzu bo'lyapti. Bu hayot. Hayot uchun kurashish kerak. Ajoyib, rahmat. Endi Akajon aka, mana shu Gulchehra opani mana o'zbek ayollarga bir ibrat ko'rsata olamizmi? Ayol sifatida, san'atkor sifatida shularni gapirib bering. Tursunalini qanday tushuntirib bersam, Gulchehra bilan munosabatlari, shaxsiy munosabatlari bu endi oilada. Lekin meni o'ylamagan deb milliylik qilib mahkam xotinni bekitib qo'ymadi-da. Bu Gulchehrani o'rtaga olib chiqdi, illyuziya fokuslarni o'ynashni o'rgatdi, ilonlardan o'ynashni o'rgatdi. Gulchehrani ancha yil xizmat qilib qo'ydi madaniyatda. Hozir nima desa bo'ladi? Unaqa ayollar yo'q. O'rta Osiyoda birinchi bo'lib Hayotxon degan dorvoz qizni chiqarganman.
buni Gulchehrom bilan gaplashib aytib beraman. Hayotxon shu Gulchehromdan baravar chiqdi bular. Bu illyuziya fokt bo'yicha, Hayotxon dorivozlik bo'yicha ko'p mana shu dorivozlarimiz havas qilib o'sha vaqtlari o'g'illarini otini Hayotbek qo'yishgan. Bo'lmasa qiz bola Hayotxon. Lekin o'g'illarini oti Hayotbek, Hayotjon deb qo'yishgan. Arkasida Azizbek degan o'g'lim bor. U ham polvon, dorvoz bo'lgan. Mana hozir jura a'zosi bo'lib o'tirishibdi. Lekin Gulchehromda aynan Tursunalining korxonasiga katta ta'siri bor. Yaxshilik tomonidan, yomonlikdan emas, yaxshilik tomonidan. Sabab jiyanlari, mana o'g'illari illyuziya fokus bilan shug'ullanadi, davraga olib chiqdi. Guruhda mana o'zingiz ham ko'ryapsiz, yaxshi guruhlardan bittasi. Buni havas qilsa bo'ladigan inson. Endi yana aytyapman, yaxshi insondan yaxshilik qolar ekan. Yomonlikdan birovni ko'ngli og'rib qolsa, bu yomon narsa. Umrni oxiriga kechirmaydigan. Lekin biz xudobaxshmiz. Hammamiz ham bandamiz. Demak shu Tursunali aka bo'lishida ham opani o'rni katta. Yo'q, endi uni desa noto'g'ri bo'ladi. Gulchehrom bo'lishiga Tursunali sabab. Ofarin. Chunki Gulchehrom bu sohada bilmagan, ko'rmaganda endi. Shu bilan birga bo'lib mana hozir respublikada ozmi ko'pmi katta kichiklarning ichida o'ziga yarasha hurmati bor bu ayolda ham. Endi aynan men shu nima dedi, o'zimiz sohamizda to'g'ri gapirish kerak-da. Endi yoqda oilaviy masalani biz hali To'g'ri. Katta rahmat sizga. qorong'i bola. Tushuntirib berdingiz. Rahmat. Iloyim sog' bo'linglar. Albatta Tursunali yaxshi inson bo'lgan. Farzandlariga ham Xudo shu otasini xarakterini, otasini bilimini, otasini nima deydi, izmini bersin. O'limdan tashqari. Faqat tirikligida shular ham bola chaqasini ortiq qavatini ko'rsin. Sog' bo'linglar, rahmat.